Assalomu alaykum akalar. O'sh oblast Qorasuv rayoniga qarashli Qoradova aylidan bitta kamin pechkamizni ko'rsatamiz. Kaminli pech 74 kvadratga. Eshiklari aynaga 1200 gradusga chidaydi. Tashqariga tutun degan narsa chiqmaydi. Ishlari agniporniy g'ishda 750 gradusga chidaydigan, kraskasi 1000 gradusga chidaydigan, agniporniyning rastovori mastikasi 1100 gradusga chidaydigan mastika. Eshik yopamiz. Zashtini yopamiz. Patacha vozdux beradigan beramiz. Kaminimizga kislorod kirib, o'ti yaxshiroq yonadi. Kulini qanday qilib olamiz deganlarga buni ochamiz. Kulini tortib chiqarib, olib ketoramiz. Padacha bo'lsa, yo'q. Mevali daraxt o'tinini qo'yib qo'ysanglar, ikki chekkasiga xiyli shirin bo'lib chiqib turadi. Qayda to'plik bo'lib bor, o'tinlarni yig'ib qo'yasizlar. Bu yerga agniporniy qumlarda suv og'zi, ustiga granit yopishadi. Bir qator ko'rib baho berasizlar. Bahosi 125 ming so'mga bitgan. Dollarga